Anyon ama gel. Bugün yana biz gecesi bilen kızım bilen uxlamadik. Bilmadim nimaga kızımdan judayam uyqusi almashib qolgan shu kunlarda qanday to'g'irlashni bilmayapman. Ko'zimni ochsam yozda uxlab olgandim, qizim uyda yurgan ekan, qorni ochgan ekan, shunga kechasi soat 11 bo'lsayam magazinga borib keldim, ramyon olib keldim. Qizim buldak ramyon judayam yaxshi ko'radi, menga esa kimchili ramyon yoqadi. Uyda sho'rva pishirgandim, baribir qizim yemadi, shu sabab ramyon olib kelishga qaror qildim. Borib ramyon olib keldik va uyga qaytdim. Koreyada kechasi 11-12 hatto 3dayam bemalol yursa bo'ladi, hamma joy yop-yorug', kamera bor. Va shu Lipton chayni zakaz qildi. O'tgan safar erim judayam zo'r ekan, ayniqsa shunaqa sovuq havoda zo'r ketarkan ramyon bilan. Kızım ikkalamiz ramyon damlab oldik. O'zimizga men sho'rvali ramyon ichdim, qizim esa buldak ramyon, quyuq ramyon yedi. Qizimga buldak ramyon judayam yoqadi. Shunaqa qilib, bizni dasturxonimiz kechasi tayyor. Albatta, har kimchili ramyon bo'lsa ham kimchi bor. Sababi hamma ramyonni kimchi bilan yeyman men va qizimga ramyon juda yoqdi.